Aqliy yakun shotsi. İnglizcedən Anvar Qarqurum tərcüm qilgan. Birinchi, qarsiga qaror chiqarishdan qandaq saqlanamiz? Bugungi tez ritmliq dunyoda biz haqiqiy paketlar ustida atrofli o'ylangandan keyin qaror chiqarishning o'rniga o'pil-to'pil harakat qilishga majbur bo'lyapmiz. Bu bizning xato yakun chiqarishimizga sabab bo'lib qolmay, bizni o'xshash masalaga qarta o'zimiznikidan tamoman farqli qaror chiqarish mumkin bo'lgan boshqa kishilar bilan ziddiyatlashtirib qo'yatdi. Jiddiylikka to'lgan tijorat sohasida siz harakat va qarorlaringizda reallikni chiqish qilishga muhtoj. Shuningdek, boshqalarning yakunlarini qabul qilgan yoki qarshi chiqqandimi o'zingizning va boshqalarning yakun chiqarish jarayonida real faktlarga tayanganligiga kapolatlik qilishingiz kerak. Aqliy yakun shotsi sizning bu nishonni ishga oshirishingizga yordam qiladi. Ba'zida abstraktlashtirish jarayoni deb ataladigan mazkur usul sizning qarsiga hukm chiqarishingizga sabab bo'ladigan tafakkur bosqichlarini tushunishingizga turtki bo'lib, reallikqa to'g'ri muomala qilishingizga yordam qiladi. Aqliy yakun shots uqumi tashkilot psixologi Chris Agers tarafidan o'tirib qo'yilgan va Peter Senge tarafidan 5-intizom tashkillanishni o'rganish amaliyati va san'ati degan kitobda qo'llanilgan. Mazkur uqumni tushunish. Aqliy yakun shotsi bizning o'zimizmi tuymagan holda ma'lum bir reallikdan bir qarorga yoki harakatga o'tish jarayonimizni bayon qilib berdi. Bu jarayondagi tafakkur bosqichlarini tövəndəki rasmda ko'rsatilgandek shotining baldaqlariga o'xshatishga bo'ladi. Harakat, ishonch, yakun, faraz, sharhlangan reallik, tanlangan reallik. Reallik va faktlar. Bu shotining eng pastki baldaqida reallik va faktlar bor. Biz o'zimizning nuqtai nazari va o'tmishini asos qilgan holda bularni tanlab turib qabul qilamiz, ularni sharhlaymiz. Aslida mavjud farzimizni ishga solamiz. Bu ba'zida hatto bu xil mavjud farazlar haqida o'ylanmasdanla istiqiylik holda vujudga chiqadi. Sharhlangan paket va farzimiz asosida yakun chiqaramiz. Bu xil yakunlar asosida ishonch hosil qilamiz. Bu xil ishonchimizni asos qilgan to'g'ridek ko'rinadigan harakatga o'tamiz. Natijada bir nachar aylanish shakllanadi. Mavjud nuqtai nazarimiz reallikdan nimalarni suzib, nimalarni ko'rmasga selishimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi va bizning haqiqiy reallikqa tamoman ko'z yumishimizga sababchi bo'la oladi. Ana shu ravishda biz faktlarga ko'z yumib, aqliy yakun chiqarishdagi zarur qadam bosqichlardan halqib o'tib, qarsiga qaror chiqarishga boshlaymiz. Aqliy yakun shotisidan foydalanganda siz reallikqa yuzlanishni o'rganib olasizsiz. Shundaqla mavjud nuqtai nazar va tajribangizning hukm qilish iqtidoringizni bo'g'ib qo'yishining o'rniga ulardan ijobiy foydalana olasiz. Mazkur nazariyadan qanday foydalanamiz? Aqliy yakun shotisi sizning texmi yaxshi yakun chiqarishingizga yoki boshqalarning yakunlariga to'g'ri paket va reallikqa asoslangan holda radiya berishingizga, shundaqli yurishlik setish ahvoli statistikasiga o'xshash ishonchlik sonliq ma'lumotlarni yoki mazkur projekt 4-oyda ishga kirishtiriladi degandek sinoq manbalik keskin hukmlarni tahlil qilishingizga yordam berdi. U yana sizning boshqalarning yakunlarini muayyanlashtirishingizga yoki uningga radiya berishingizga yordam berdi.
Birinchi qadam. Tafakkur jarayoningizning xohlagan bosqichida aqliy yakun shotisini ishlating. Agar siz o'zingizga tuvandagidek savollarni qo'ysangiz, mazkur usul sizni foydali yordam bilan ta'minlaydi. Bu xulosa to'g'rimi? Nima uchun mening kallamda bu xil farazlar shakllandi? Men nima uchun bu ishni qilishni to'g'ri deb o'ylayman? Bu haqiqatan barliq faktlarni asos qilganmi? U nima uchun shundoq deb qaraydi? Tövəndəki qədəm basqışlar orqali aqliy yakun shotisidan foydalanib, tafakkuringizga jang e'lon qiling. Birinchi, to'xtang. Yakun chiqarish jarayoningiz haqida o'ylanadigan vaqtingiz keldi. Ikkinchi, o'zingizning shu topda shotining qaysi baldiqida ekanligingizni jazmlashtiring. Siz sonliq ma'lumot yoki paketlarni obyektiv emas, tanlab turib qabul qilyapsiz. Uni, ya'ni mavjud nuqtai nazariyangizga uyg'un shaklda sharhlayapsiz. Kallingizda ma'lum bir faraz shakllandimi? Uning to'g'ri xatolik haqida o'ylanayapsiz. Xulos chiqardingizmi? Uning to'g'ri xatolik haqida o'ylanayapsiz. Nima qilishni qaror qildingizmi va nimishqa shunday qarorga keldingiz? Uchinchi, hozir o'zingiz turayotgan baldaqdan shotining eng tuvandagi baldiqiga tushib, yakun chiqarish jarayoningizni tahlil qiling. Bu sizning o'zingiz shu topda duch kelayotgan paket realliklarni haqiqiy tonish, to'g'ri muomala qilishingizga turtki bo'ladi. Her bir basqışda özünüzden "Men nima o'ylayapman? Nimishqa?" deb so'rang. Her bir qadamni tahlil qilganingizda aqliy yakun chiqarish jarayoningizni tangshashga muhtoj bo'lasiz. Masalan, ba'zi farazlaringizni o'zgartirishingizga yoki o'zingiz tanlab olgan yoki so'zib olgan uchurlarning doirasini bir oz kengaytirishingizga to'g'ri keladi. Tövəndəki suallar sizning ishni eng dastlabdan tartiblik boshlashingizni yordam qiladi. Men nima uchun bu xil tadbirni qo'llandim? O'ylanib beqishimga tegishlik boshqa tadbirlar bormidi? Bu tadbirni qo'llanishimga qaysi nuqtai nazar turtki bo'ldi? Bu nuqtai nazar paketni asos qilganmi? Men nima uchun bu qarorni chiqardim? Bu qaror to'g'rimi? Men nimani faraz qildim? Nimishqa? Bu farazlar puttirab tura olamdi? Men mavjud uchurlarning qaysilaridan foydalandim? Nimishqa? Men uchurlarni puxta va inchkilik bilan tanladimmi? Men foydalanishga tegishlik real paketlar qaysilar? Men nazarda tutishga tegishlik boshqa paketlarmi bormi, yo'qmi? Ikkinchi qadam. Aqliy yakun chiqarish jarayonida qaysi baldaqqa halqimoqchi ekanligingizni yaxshi o'ylang. Siz asonli farazni o'tirib qo'yishga moyilmi? Siz yana uchurlarning bir qismidan foydalanib, qolganlarini nazardan saqit qilishga moyilmi? O'zingizni qaysi xil moyilliklarning borligiga bak diqqat qiling. Shunday qilsangiz kelgusida aqliy yakun chiqarishning ashu bosqichida ziyoda ehtiyot bilan ish qilishni o'rganib olaysiz. Shuning natijasida siz yep-yangi tafakkur metodi, ya'ni shundaqla texmi keng uchur manbasi va puxta farazlarga erishish, shotining boshqa baldaqlarga qadamma-qadam o'rlayalaysiz. Uchinchi qadam. Yakun chiqarish jarayoningizni xizmatdoshingiz yoki do'stingizga tushuntirib beqing. Bu nuqtai nazaringizning to'g'ri xatoligini tekshirishingizga yordam berdi. Agar siz boshqalarning yakuniga raddiya bermoqchi bo'lsangizmi, uning bilan ziddiyatlashib qolmay, aksicha o'rtaq tushuncha hosil qila olish uchun o'zingizning yakun chiqarish jarayonini tushundira oladigan bo'lishingiz intayin muhim. Misol,
Rayonluq setiş bölümünün direktori әң yeni setiş ahvalı dokladыdan donның setiş nəticəsinin yeni tövəllikini kördü. Demək məsələ tolımı iniq, donni işdən boştiş gerek. Bu xil ahvalda köpünç kişiler setiş bölümü direktorini qarşısına hüküm çıkardı deb qaraydı. Undaqda biz aqli yakun şotisi arqılıq bu xil xata qararның qandaq chiqarilganligiga qarab baqayli. Birinchi, eng yangi oylik setish statistikasi, ya'ni reallik yetib keldi. Ikkinchi, setish bölümü direktori darhol nazarni don mas'ul bo'lgan rayon, ya'ni tanlangan reallikqa ag'dirdi. Üçüncü, don mas'ul bo'lgan rayonda setish oldingi oydagiga qaraganda yana tövəlləpdi. Ya'ni sharhlangan reallik. To'rtinchi, direktor setishdagi tövəllashni butunlay donning ifodasining nacharligidan deb qaradi. Ya'ni paraz. Beshinchi va orqadilla donning ifodasining yaxshi bo'lmaganligini jazmlashtirdi. Ya'ni yakun. Altinchi, andın don bu xizmatning o'disidan chiqolmaydi ekan degan tushunchaga keldi. Ya'ni ishonch. Yettinchi, andın donni ishdan bo'shtib etishdan yaxshiroq chora yo'qligini his qildi. Ya'ni harakat. Endi biz aqli yakun shotisi orqali setish bölümü direktorining tafakkuriga radiya berib baqayli. Direktor setish ahvoli dokladiga dondak bir yangi keldi ahun hergiz ko'p yillik tajribasiga ega peshqadamlardek ko'p mal sotolmaydi degan mavjud bir taraflimilik bilan qardi. Andın don hammadan keyin ishga kirgan mal sotquchi bo'lganligi uchun diqqatini donning setish ahvoliga markazlashtirdi va o'zining don xizmatning o'disidan chiqolmaydi din iborat mavjud nuqtai nazarini quvvatlaydigan faktlarni tanlab oldi. Biz ishning haqiqatini o'ttirg'a chiqarish uchun cho'qim setish bölümü direktorining uchurlarni tanlash shakliga va donning xizmat ifodasi haqidagi subyektiv farziga radiya berishimiz lozim. Donning setish natijasi tövəllagan bo'lsa-mu, lekin tövəllash ahvoli boshqa sotquchilarninkidan yenik edi. Don amaliyotda intayin munavvar mal sotquchi bo'lib, u va boshqa mal sotquchilar shirkatning yangi mahsulotlarini vaqtida ta'minlab bermayotganligi va skladdagi koni mallarningmi tugay deb qolganligi sababli setish miqdorini oshira olmayotgan edi. Setish bölümünün direktori mushu xil ravishda farzini o'zgartgan hamon avval setishdagi emas, ishlab chiqarish halqasidagi masalani hal qilishning zarurligini bayqadi. U yana skladda mal oz qolgan ahvolda donning ifodasi qanday qilib boshqa tajribalik sotquchilarninkidan yaxshi bo'ldi. Başqa satqıçılar onundan nimelerni ügünelaydı deganlarni o'ylab donni muayyanlashtirdi. Maqola tamam. Manba Uyg'urlar tor jurnalining 8-sonidan ilindi.